12 mart kuni o'tkazilgan reyd davomida poytaxt hududida bir kunning o'zida chiqindi tashlash bilan bog'liq 16 ta huquqbuzarlik aniqlandi. Tasvirlarda ko'rib turganingizdek, aholi yashash xonadonlarining hovlisiga qurilish materiallari chiqarib tashlangan. Bu nafaqat ekologiyaga zarar, balki ko'p qavatli uyning tashqi ko'rinishi, ko'rkamligiga ham soya solib turibdi. Aniqlangan qoidabuzarlik yuzasidan huquqbuzarlarga ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning tegishli moddasi bilan ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirildi va jami 11,375 ming so'm jarima qo'llanildi. Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 91-prim 1-moddasi 1-qismiga ko'ra belgilanmagan joylarga qattiq maishiy chiqindilarni va qurilish chiqindilarini tashlash, shuningdek suyuq maishiy chiqindilarni to'kish fuqarolarga bazaviy hisoblash miqdorining 1 baravaridan 3 baravarigacha, mansabdor shaxslarga esa 10 baravaridan 20 baravarigacha jarima solishga sabab bo'ladi. Agar xuddi shunday huquqbuzarlik sodir etilsa, fuqarolarga bazaviy hisoblash miqdorining 5 baravaridan 10 baravarigacha, mansabdor shaxslarga esa 20 baravaridan 30 baravarigacha jarima solinishi belgilangan. Darvoqe, atrof muhit musaffoligi esa o'zimiz va yaqinlar